Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Arik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi vatanparvar inqilobchimiz Qahramon G'o'janbardi apandim bilan o'tgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Assalomu alaykum Qahramon apandim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz oldi bilan televizor ko'ruvchilarimizga o'zingizni bir qisqa tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Men Qozog'istonning Olmaota viloyatida tug'ilgan. O'zim harbiy o'qish yurtini bitirgan. Undan keyin ikki oliy harbiy o'qish yurtini bitirib 25 yil xizmatda shu Sipaga chiqib ketdim. 1992 yildan boshlab shunday jamiyatlik ishlarda 2006 va 2009 yilgi Dunyo Uyg'ur qurultayining qurultaylarida muhtaram Rabiya Qadir bizning milliy liderimizning muavin raisi va Markaz Aziya bo'yicha mas'ul qilib vazifa oldim. Rahmat. Qahramon apandim, Qozog'istondagi Uyg'urlar Dunyo Uyg'ur qurultayiga va shu g'arb ellarida faoliyat qilayotgan Uyg'ur siyosiy tashkilotlariga qanday baholanib beryapti? Biz har oyda dunyoda bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining va milliy liderimizning faoliyatlari to'g'riliq xalqqa axborot beramiz, muhokamalarimiz bor. Asosiy bizning keyingi 2-3 yildan ichidagi Uyg'ur masalasini xalqaralashishi va jiddiylashishi shu chet eldagi asosan Amerika va Yevropadagi bizning faoliyatchilarimizning natijasi albatta Rabiya Qadirning yo'lboshchiligida deb hisoblayman. Shunday yaxshi ijobiy baho beryapti. Qahramon apandim, siz Uyg'ur milliy harakatining Qozog'istondagi taraqqiyot istiqboliga qanday qaraysiz? Uyg'ur milliy ozodlik harakati tinchlik yo'ldagi harakati Dunyo Uyg'ur qurultayisida doiradagi Qozog'iston va umuman markaziy Qozog'istonda istiqboli bor deb hisoblaymiz. Bizning Qozog'iston inson huquqi va demokratiya doirasida Markaziy Osiyodagi jumhuriyatning oldida, masalan, uningga Qozog'istonning bu yilgi Yevropadagi hamkorlik va bexatarlik tashkilotiga rais bo'lsin o'zi ko'rsatdi. Shunlashqa bizning faoliyatimizga men ijobiy qarayman va shundaqla bu Qozog'iston va Xitoyning orasidagi bo'lgan munosabat, Xitoyning Markaziy Osiyoga iqtisodiy besib kirishi va boshqa narsalar Uyg'ur harakatiga boshqacha qarashga, geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqqan manfaatlar doirasida qarashga majburlayotdi. Shundaqla yan bir qarim-qarshilik bor, u bo'lsa Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi bu Qozog'iston, Qirg'iziston va shu azal tashkilotlarga besimi. Shuning uchun bu qarim-qarshi bir jarayon. Ba'zi vaqtda taraqqiy qiladi, ba'zi vaqtda tuan tushadi. Bu hammasi shu Shanxay hamkorlik tashkilotining mavjud bo'lib turishi yoki uning bir bo'hronga uchishi, boshqa geosiyosiy kuchlarning ta'siridan taqilib ketishi shunga bog'liq. Rahmat. Qahramon apandim, hozir bu Qozog'iston kunga Xitoylar bilan yiqilishyapti deb qarayapmiz. Xitoymi kunga kuchayyapti. Bu Qozog'iston Xitoy bilan chegara ham, u yerda ham Uyg'urlar ko'p. Bu yerda bu Xitoyning Qozog'iston bilan yiqilishib ketishi u yerdagi Uyg'urlarga qanday bir ta'sirlarni ko'rsatadi? Sirtqi ko'rinishda Qozog'iston Xitoy bilan yiqinlashgan bo'ladi. Albatta, yiqinlashgan zamonda Uyg'urlar bo'lgan cheklash, besim kuchlandi. Lekin Qozog'iston o'zi mustaqil bir davlat sifatida va hozirgi qiyinlashgan vaziyatda Xitoyning shu 5-iyul Urumchi qonli qirg'inchiligidagi Markaziy Osiyodagi harbiy tanqoqni buzib etishi hammaga ma'lum. Xitoy Lanju harbiy okrugining 150 mingga yaqin askarlarni bugun kunga uni chiqarib ketmadi. Butkul Türk Cumhuriyeti'nin şu cümleden Qozog'istonni tashvishga solyotdi. Shu nuqtai nazardan o'ylayman ki Qozog'iston bilan Xitoyning orasida bo'lgan munosabatda iqtisodiy tarafdan har ikki taraf manfaatlar bo'lgan bilan
bu geosiyosiy va boshqa taraflarda qarama-qarshiliklar mavjud. Qahramon efendim, siz Qozog'istondagi Uyg'urlardan va chet eldagi Uyg'urlardan va boshqa shu milliy harakatimiz uchun qanday bir ish harakatlarni qilishini umid qilasiz va nimalarni kutasiz bulardan? Buningdan men albatta birinchi bu shu 3 kunlik jarayondagi bizning kengaytirilgan doimiy komitetining yig'inining natijasini kutaman. Bu bosma birlik ittifoqligini kuchaytirish, o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va bu xalqaro bizning milliy davoni xalqaro tutishni kuchaytirish. Mana mushu nuqtai nazardan ko'p biz kuch chiqarishimiz lozim. Va albatta buningga men shuni o'ylaymanki, bizning sipimizga kundan kunga yangi kuchlarni, bilimli yoshlarni, til biladigan va xalqaro vaziyatni biladigan, siyosatni biladiganlarni taklif qilib, bizning va ilmiy kuchimizni, tashkiliy kuchimizni, shunga o'xshashla albatta iqtisodiy kuchimizni kuchaytirishni shuni qolgan bo'ladi. Ko'p rahmat sizga. Rahmat sizga.